Finish. Avvalambor yana bir bor assalomu alaykum. Aziz otalar, aziz onalar, aka uka opa singillar, aziz yurtdoshlar. Yurtimiz hamda shahrimiz mehmonlari hammanglar mana shu madaniyat saroyiga xush kelibsizlar. Endi iltimos qilamiz. Aka bir daqiqa keling iltimos. Keling chiqing. Siz ham chiqing iltimos, vaqtingiz bo'lsa iltimos. Keling. Qarsi ijob qo'yinglar akalarga. Azizlar, bu akalarimizni chaqirishdan maqsad ko'pchilik o'ylashi mumkin, bu yigit toshlarni ko'taryapti, yosh bolalarni aldayaptimi, toshlari og'ir ekan yo'qmi degan albatta ichingizdan gumon o'tadi. Akalarimizni olib tushdik. Bu akalarimiz toshlarni ko'tarsa ham mayli, ko'tarmasa aybga buyurish yo'q. Sababi bular balkim bu toshlarni ko'tarib tirikchilik emas, bola chaqa boqmas, bularni kasb emasdir. Endi akalar ikkita o'sha tepaga bir harakat qilib qo'yinglar, ko'tarsanglar ham mayli, ko'tarmasanglar. Siz bu yoqqa keling. Bir kishi bu yoqqa keling. Keling. Ikkita o'sha siltab yerga, keyin tepaga bitta harakat qilamiz. Ketdik. Ketdik ya. Men qarashaman. Ketdik. Bunisi. Aka ketdi. Siltab turib, ha? Yo'q, hop. Hop, rahmat.
Voy. Rahmat, kutib bo'lasiz. Aka, hal qilmayapmizmi? Yo'q. Toshlar og'irligi haqiqiymi? Rahmat. Bolalar aldamayapmizmi? Rahmat. Qarshi ishop qo'yinglar, o'tiringlar. Rahmat. Azizlarim, bir narsani aytib o'taylik. Bu joyga kelishdan maqsad sizlarga kelib o'zimizni yoki bilagimizni, kuchimizni ko'rsatish emas. Maqsad mana shu qadimiy milliy san'atimizni hamda hozirgi kunda yoshlarimiz o'rtasida rivojlanib kelayotgan mana shu og'ir sportni sizga hamda farzandlaringizga mana shu sportga bo'lgan qiziqishini, muhabbatini kuchaytirish maqsadida mana shu san'atni ko'rsatish maqsadida kelganmiz. Toshlarning og'irligi 32 kilodan. Uchtasi 96 kilo bo'ladi. Ana endi uchtasini ko'tarib ko'rsatib bering. Bittasi tishimda, ikkitasi qo'limda bo'lsin. Ko'tarsam qarshi icha olasiz, bo'lmasam jim o'tirib tomosha qilasiz. Ket! Hammamiz futbol sportchilarini bilamiz. Koptoklarni o'ynab, havoda koptok, ya'ni to'p tushib kelayotsa, bo'yni bilan ilib to'xtatib oladi. Mana bizning temir sharimiz og'irligi 30 kilo. Men ham hozir o'ynatib havoga otaman. Bo'yimdan balandga chiqqanda bo'ynim bilan ilib ko'rsatib bering, tomosha qilinglar. Hadi turamiz. Azizlarim, toshlar. Mana shu 4 tasi shu zanjirga o'tirtirgan holatda 120 kilo.
ikkita tomoniga, bir tarafiga masxara ovozni, ikkinchi tomoniga mana akrobat yigitimizni chiqaraman. Jami og'irlik 270 kg atrofida bo'ladi. Mana shu 270 kg yukni tishimni quvvati bilan, belimni quvvati bilan yerdan 2 enlik ko'tarib olsam, marra meniki. Toshlarni ko'tarsam qarshi icha olasiz. Agar ko'tara olmasam, chapa ichalasiz. Kelishdikmi? Sog' bo'linglar. Keldi.